Bu o'yinning nomi Tirik qol. Buni o'ynashimiz mumkin emasligini bilamiz, xolos. Orqaroq o'tir. Hoy. Boshlaymiz. Hoppa, qo'lingga ol. Jirkanch. Ol dedim. O'zimga keling bulutlar. Yovuz bo'ron bo'lib ko'tariling va ularni yo'q qiling. Tun zulmati guvoh bo'lib, qarshilik qilganlarni yanchib tashlasin, toki ular menga ziyon yetkaza olmasin. Ko'p odamlarning qoni meni poklasin. Abadiy go'zallikni saqlab qolsin. Iltijo qilaman. U o'yinni boshlashni istamayapti. Balki boshidagi yozuvni o'qish kerakdir. Bu shunchaki fikrim. Ovoz faollashdi, qoyil. Yangi davr texnologiyasi. Yaxshi. O'zimga kel bulutlar. Qoyil. Nima? Bu seans bo'lsa kerak. Qo'llanmani o'tkazib yuborsak bo'lmaydimi? Ichim qizib ketdi. Mayli. Hamma birgalikda aytadi. Bo'pti. O'zimga keling bulutlar. Yovuz bo'ron bo'lib ko'tariling va ularni yo'q qiling. Tun zulmati guvoh bo'lib, qarshilik qilganlarni yanchib tashlasin, toki ular menga ziyon yetkaza olmasin. Ko'p odamlarning qoni meni poklasin. Abadiy go'zallikni saqlab qolsin. Iltijo qilaman. Xush kelibsiz. Buni eshitayotgan bo'lsangiz, demak katta xato qilgansiz. So'zlarni tilga olsangiz, tez orada halok bo'lasiz. Ayni paytda bu joyni yovuzligi sizni tomiringizdan la'natlaydi. Sizlarni taqdiringizga o'lim yozildi. O'z tanlovingiz sizlarni Gerush plantatsiyasiga olib keldi. 200 yil avval grafinya Elizabet Betori Geruchni yosh qizlar uchun olgandi. Gurech? Eshitganmisan? Ha, kechgacha uyga yetib bormasak, bizni nimadir o'g'irlab ketishini kattalar aytardi. Ha, ular ko'chaga ishton kiyib chiqishardi. Jiddiy aytyapman. Do'stlar, men bu hikoyani eshitganman. Qizlarga bo'lgan munosabat shu qadar axloqsiz ediki, barcha hujjatlar ommadan sir tutilgan. Gerushdagi yovuzlik yana qaytdi. Sizni najotingiz shu plantatsiya darvozalaridan narida. Qilishingiz kerak bo'lgani Geruch plantatsiyasidagi dahshatli haqiqatni ochish va yovuzlikni to'xtatish. Lekin bunga erishish uchun siz tirik qolishingiz kerak.